Assalomu alaykum. Farog'at kanalini kuzatayotgan guruhdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bundan bir necha kun oldin Yangiyo'l tumaniga kelgan edik. Bir opamizni uchastkalarini, 3 ta uchastkalarini shahriy nikohdagi sobiq turmush o'rtoqlari firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib olganligi hamda o'sha uchastkalarni sotib olib, o'zini manfaati yo'lida foydalanib olganligi uchun bizga murojaat qilgan edilar. Biz uni birinchi marta Yangiyo'l tumani ichki ishlar boshqarmasi prokuror inspektori bu holatda jinoyat alomatlari yo'q deb bergan edi. Javob xatida javob xatini ham pochta qilib jo'natdik deganda, lekin afsus, ming afsus bo'lsinki, pochta bormagan. O'sha menga murojaat qilgandan keyin so'roq surishlarni olib borgan jarayonimda bizga keyin murojaatga javob xatni berishdi. U xatni srogi 7 oy o'tib ketgandan keyin uni biz sudga taqdim qila olmadik, chunki sudga qaror olingandan keyin 1 oy ichida topshirish kerak bo'lgan aslida. Srog o'tib ketgandan keyin srog o'tgandan keyin biz uni sudga taqdim qila olmadik hamda bu yerda 183 2 jinoyat alomatlari yo'q deb berganligi uchun prokuror inspektori Toshkent viloyati Ibrat mahallasining prokuror inspektori biz bu qarordan qanoatlanmadik hamda jinoyat alomatlari borligini so'roq surishtiruv jarayonlarimizda o'z isbotini topdi hamda barcha materiallarda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Qo'zibayev Bahrom Bahodiriyevich shaxsan bugun oldilariga keldik. Mana o'zlari fuqaro bilan meni qabul qildilar. Arizalarimizni qaytadan oldilar. Holat hammasini eshitdilar. Hamda murojaatimizni qaytadan o'rganib chiqishlarini hamda o'sha Yangiyo'l tumani tergov bo'limiga topshirdilar. Men bu bilan nima demoqchiman? Boshqa viloyat, boshqa tumanni nafaqat ichki ishlar xodimlari, boshqa tashkilotlari, hokimlar ham xuddi mana shunday xalqni qabul qilib eshitsa, nur ustiga ola nur bo'lardi. Mana buni haqiqat desa bo'lardi. Men bor haqiqatni aytgan blogerman, ko'pchilik biladi, hech kimga paxta qo'ymayman yoki hech kimga misol uchun yon bosib laganbordorlik qilmayman. Nima bo'lsa borini aytib kelganman. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, hokim bo'ladimi, prokuror bo'ladimi yoki nachalnik bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha borini bodib aytganman. Haqiqatan yaxshi ishlaydigan tashkilot rahbarlarini yaxshi deb ketganman. Faqat tanqid qilib ketmaganman. Mana hozir yana bir marotaba aytaman. Yangiyo'l tumani ichki ishlar boshqarma boshlig'i podpolkovnik Qo'zibayev Bahrom Bahodirovichga shaxsan men jamoatchilik nazorati sifatida, bloger sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shularga shu xodimga o'xshagan xodimlar davlatimizda ko'payaversin. O'sha podpolkovnik Qo'zibayev Bahrom Bahodiriyevichga o'xshagan xodimlar bor ekan, davlatimizda hech qachon jinoyatlar yopiqligicha qolib ketmaydi. Mana shunday haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Mana Xudo xolasa bu ishimizni yakuniga yetkazamiz. Xudo xolasa qonuniy tartibda hal bo'ladigan umiddamiz. Mani kuzatishda davom etinglar. Keyingi video efirlarimda ko'rishguncha. Mana opamizni o'zlari ham mana bu yerda o'tiribdilar, ya'ni stolda ko'rdinglar. Hozir videoda gapiring degan edim. Voy gapirmayman deb sal tortingandek qildilar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.